Akajonim, chet elga chiqib, soqqani-soqqaga urib, pullarni yig'ib turibsiz. Bu yerda O'zbekistonda ota-onangiz va aka-ukalarimga nima biznes qilib berayotganini o'ylayapsizmi? Mana mana shu videoni oxirigacha kuzatib, bitta like bosib qo'ysangiz, men sizga zo'r biznes ko'rsatib beraman. O'rtoqlar, ko'rib turgan bu baklashkalar 19 litrli kuller baklashka bo'ladi. Bu baklashkadan 1,5 mingta bor. Videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Bu yoqda mana 10 litrli baklashka yangi holatda, xo'p, bu yoqda esa 5 litrli baklashka. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan biznesim, ko'rasizlarmi? Xo'p, toza filtrdan chiqqan suv. Bu haligi uyga qo'yilgan 15 millionlik filtrdan emas, do'stlar. Nержавейкали mana ko'rasizlarmi? Hammasi yo'mkisli 5 tonnadan 10 tonna. Bu yoqda mana zapas kodlari ham bor. Uy bemalol sotib bersanglar bo'ladi. Hozirgi vaqtda sotilayotgan narxi 1 litr uchun 400 so'm to'lanadi. Bunaqa yo'mkisli, bunaqa moshinadan ikkita. Akajonim, buni ovozini eshityapsizmi? Bu haqiqiy nержавейка yo'mkis bo'ladi. Bularga qo'shimcha kislorodlari ham bor ekan, do'stlar. Xo'p, bu nержавейкаdan o'tgandan keyin mana 3 tali yana filtrlari bor. Filtrdan o'tgandan keyin 10 litrli va 5 litrli baklashkani to'ldirish uchun mana ko'ryapsizlarmi? 3 tadan qo'yadigan apparatlar bor. Men shunaqa quyyotilarki, bitta baklashkani 10 litrlisini 2 sekund, 3 sekundda to'ldirib qo'yishyapti. Xo'p, bu kuller baklashkamiz bu yerda chayladi va bu yerga qo'yib turib, tayyor holatda, upakovka qilingan holatda iste'molchilarga yetkazib beriladi. Bu damas sizga bekorga ko'rsatayotganim yo'q. Bu damasning sonini va sizga bonus tariqasida berilishini videoning oxirida aytib o'taman. Shu o'tirgan joyimizda qaysi ishchi nima ish qilayotganini hammasini ko'rish uchun video nablidenlarimiz ham bor ekan. Xullas, konditsioner deysizmi, mana shu ofisda o'tirib, soqqani sanab o'tiraverasizda. Akajonim, aka-ukam yoki ota-onamga shu biznesni olib bersam, ularga yana uy olib berishim kerak-ku deb o'ylab turibsizmi? Siz uchun bonusiga 5 xonalik uyni ham qo'shib berib olamiz. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Men sizlarga aytgan 5 xonali uyimda hamma shart-sharoitlari bunga kiradi. Kuller apparat, xo'p, xoladelnik. Bu yoqda mana gaz plita, kuxonniy naborlari bilan, detskiy mebellari bilan. Xo'p, bu yoqqa kirib kelamiz. 42 tali televizor, konditsioner, sanuzelni qarang, buni sanuzelni voy, maza qilib oladigan joyi lekin. Bu yoqda mana yotoqxona, yangi mana gilamlarigacha, shkaflarigacha, xullas siz kelib turib yashab bersangiz bo'ldi. Bu ko'rib turgan 5 xonali kvartirani hamma shart-sharoitlari, konditsioner deysizmi, xullas nimaki bor, hammasi qoladi. Yashab oladigan joyi lekin. Mana bu doxodimiz esa sizni oylik kommunalkalaringiz, bola chaqangiz bog'chasi bormi, maktabi bormi, uy ro'zg'or bormi chiqib turadi. Kuniga akalarimiz aytishyaptiki, 200 mingdan 300 ming so'mgacha shu apparat o'zi pul topib turar ekan. Mana apparat bitta bosasiz, mana suv chiqib turibdi. Bitta bosasiz, mana qizil. Men o'zim ham hozir 10 ming so'm pul tutib oldim mana. Yoqdik. Mana qizili bosdik go'sht. Akajonim, mana endi bonusiga keladigan bo'lsak, bu tayyor joyimiz 5 sotkga joylashgan bo'lib, akalarimiz bilan talashib tortishib 300 ming dedilar. Aka 280 mingga qo'yib beraman dedim. Akam rozi bo'ldilar, lekin buni ichiga tayyor ishlab turgan 4 ta damasni ham qo'shib berasiz dedim. Qoyil qoldingizmi aka? Sizga bo'lsin, sizga bo'lmasa o'rtog'ingizga bo'lsin, do'stlaringizga shunday tashab qo'yinglar, like bosib esdan chiqmasin. Xo'sh akajonim, manzilni so'rayapsiz. Manzil Yangiyo'l shahar Milliy bankning yonginasida 10 tarafimizda Didor choyxonasi.